To'xta. Qayoqqa? 7 yildan beri shu idoraga qatnayman. Har safar qayoqqa deb savol beraverasiz. Gapni aylantirma. Qayoqqa deyapman sendan? Jamshid akam oldilariga yangi film so'ragan. Jamshid akam bandlar. Ko'rmayapsanmi? Matbuot vositalari orqali yangi film haqida ma'lumot yig'yaptilar. Matbuot vositalari orqali-da? Hafiza opa. Balkim iltimos qilib ko'rarsiz, meni qabul qilarlar-dur, ha. Eng uzoq qishloqqa boraman, Hafiza opa. Gapni shundan boshlash kerak edi. O'tir. Eshitmam. Xo'p. Senga 2,5 daqiqa ajratildi. Yaxshimisiz? Misollar yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Amal omon bo'lsin. 1,5 daqiqang o'tdi. Qoyil qolmadi sizga. Xuddi amerikansklarga o'xshaysiz, ish bermonsiz. Hamma ishlarni ham charchus qilib tashlaysiz. 1 daqiqang qoldi. Xo'p bo'ladi. Maqsadga o'taman. Jamshid aka, bitta ikkinchi kino bering. Balki osmondagi oyni olib bering dersana. Osmondagi oy bilan plan to'lmaydi. Menga qarayalanga yo'q. Fincha filmichi menga bitta nusxa berishadi. Bitta nusxa bilan men nima qilaman? Ha? Bo'ldi, tushundim, kechirasiz, gap yo'q. Mana bu sizga. Nima bu? Borami? Yo'q, xudo saqlasin. Sizga pora berib bo'ladimi? Shaharda ko'p kunduz kuni chiroq yoqib topib bo'lmaydigan narsani qishloqda pashshatalab yotadi. Menga qara, birinchi safarni kechiraman. Ikkinchi safar shu ishni qilsang, oldinga solib qo'yaman. Tushundingmi? Tushundim. Jamshid aka. Bitta ikkinchi kino bering. Ikkinchi kino yo'q. Talanchi bor. Mana qashaylar bor. Qaysi qishloqqa borman? Butun erkakning zoti hammasi yig'ilib keladi. Balkim bitta. Bo'ldi, vaqti tugadi. Yigitcha, xonani bo'shating. Bo'ldi. Qoramni o'chiraman. Hindusbek, hay. Nima?